Quyosh paneli hozirgi paytda bizani xalqimizga, har bir fuqaroga berilgan katta imtiyozda. Har bir fuqaroyimiz, xalqimiz tadbirkor bo'la olish huquqiga, vakolatiga, imtiyoziga ega bo'lgan bir davr keldi-da. Hammamiz xursand bo'lsak bo'ladigan-da. Quyosh panel o'rnatganlarimizda bir juda ham katta ko'p imtiyoz berilyapti. Svet tekinga soliqlar bekor qilinyapti. Yana sizdan ortgan energiyangizni davlatimiz o'zi sotib olib sizni kartangizga tashib beryapti-da. Biz hozir mana Surxondaryoda quyosh panel o'rnatishga kelganmiz. Shu imtiyozdan foydalanishga 50 kilo ustanovkaga mana nimalarimiz, panellarimiz qo'yilgan. Bu yerda karkaslarni qo'yib montaj ishlaridamiz. Endi shu qo'ygan odam qanchalik to'g'ri ish qilyapti, qanaqa foydalari bor, rostakasım tadbirkor deb aytsak qanchalik to'g'ri bo'ladi, shu to'g'risida bir fikrlaringizni qoldirib, bitta like ayamaysizlar deb podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddamiz.